Surxondaryo xalqi bor, shunaqa mehribonki aka. Bu aka, hozir qancha qarzingiz bor? 2 milliard 650 million qarz bo'ldi. Aynan shu joyga shunaqa pul ketdi. Shunday. Xullas o'rtoqlar, aynan Denovga kelganmiz. Bu yerda nima deydi? Yoshlar sanoat zonasi. Yoshlar sanoat zonasidamiz. O'rtoqlar, yoshlar sanoat zonasidamiz. Akam aynan shu joyi qilaman deb 2 milliard pul tiqqan ekanlar. Hozir qarzlari bor, o'zlari to'g'risini aytibdilar. Reklama qilib beringdilar-yu, lekin reklamaga ham hozir meni pulim yo'q dedilar. O'shanga hech qanaqa manfaat kutmasdan bo'ladi. Shu joyi astoydil sotib yuboraman deyaptilar. Misol uchun biznes egalari bo'ladigan bo'lsa yoki misol uchun biznes qilaman desa, tayyor biznes. Agar misol uchun imkoni bo'lsa, hamkorlikka misol uchun birga sheriklikda ishlayman desa ham, misol uchun akamning o'zlarida zo'r bizneslar g'oyalari bor. Yoki misol uchun shu g'oyamni ham beraman. Mana shu joyi kvadrat metrini necha dedingiz? 7 milliondan dedingizmi? 7 milliondan dedim. Kvadrat metri 7 milliondan, xudo xolasa bemalol xarid qilib, olib o'zingizning shaxsiy biznesdan boshlasangiz bo'ladi. Necha kvadrat bo'ladi? 383 shu zdaniyamizning o'zi общий 4 sotuq. Общий 4 sotuq. 4 sotuq. Общий 4 sotuq katta biznes. Men aka Denovda juda katta biznesmenlar bor, to'g'risi. Denovda bor, Termizda bor, Angorda bor. Surxondaryo xalqi bor, shunaqa mehribonki aka. Bu videoni misol uchun qo'ldan kelguncha boshqalarga ulashib qo'yadi. Inshaalloh. Nimagaki siz qarzdan chiqib kelsangiz, undan ham zo'r bo'ladi. O'rtoqlar, ko'rib turibsizlar, haqiqatdan bu yerda gullatib yuborsa bo'ladi. Sizlarga tayyor biznesni reklama qilyapman. Bemalol akamga murojaat qilasiz, nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilib, o'zingizlarni misol uchun talab istaginglar bo'lsa, yoki misol uchun biznes planinglar bo'ladigan bo'lsa, yoki mana shu joy sotmoqchi bo'lsanglar, kelishib, xudo xolasa sotib bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Aka, bizlarning obunachilarimiz banglatib tashlaydi. Nasib inshaalloh. Qarzlaringizdan qutulib ketasiz. Inshaalloh. Alloh mushkulotimizni oson qilsin. Amin. Rahmat. Inshaalloh. Like bosib tarqatib qo'yinglar, nimagaki shu inson uchun yordam bo'lardi. Rahmat.